Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda ikkita kanalni bir-biriga qo'shishni o'rgatamiz. Albatta videomizga like, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qani biz unda ketdik. Mana do'stlar, YouTube'ga ham bu Google'da YouTube Studio deb qidirsanglar chiqadi. Men YouTube Studio bo'ldim. Bu yerdan nima qildim? Bu yerda emas-ku. Bu yerga emas-ku. Bu yerdan ana kanalimizni ustiga bosish uchun nima bo'ldi endi? Qilish uchun kanalimizni ustiga bosamiz. Kanalingizni ochishga bosamiz. Kanalingizni sozlashni bosamiz. Bu yerdan endi studio hozir bo'ladi. Bu emas, hozir bo'ladi. studio.youtube.com. Mana do'stlar, hozir bo'lyapti. Mana biza chetashtirib olamiz. Mana bu narsani ko'ryapsizlar? Mana buni. Qanday? Mana buni. Shu nastroykani ustiga bosamiz. Nastroykani ustiga bosgandan so'ng yerda o'tiribdi kanal degan joyni bosamiz. Kanal degan joyni bosamiz. Kanalni. Lekin nima bosmayapti? Kanalni bos desam ham kanal o'tirsin-da. Mana kanalga kanalga degan. Mana kanalga o'tib oldi. Endi mana shu yerdan ikkinchisi, ya'ni mana bu qani edi? Hozir ko'rsataman. Ya'ni mana bu bo'limga o'tamiz. O'tdik bu bo'limga. Bu bo'limdan eng pastga tushib, ko'ryaptimi? Mana bu birinchisidagini bosamiz. YouTube hisobini boshqarishni bosganimizdan so'ng bizada hozir kutib turing. Hozir bizada mana bunaqa oyna ochiladi. Hozir mana bunaqa oyna ochiladi. Bu oynada siz bu yerda o'rtada turgan narsani bosasiz. Ya'ni kanallarni kiritish yoki boshqarish. Mana shu o'rtadagini bossanglar, hozir bo'lyapti. Bossanglar barcha kanallar hozir chiqadi. Unisam mana barcha kanallar degan joyda bo'ladi. Mana yerda kanal yaratishni bosamiz. Kanal yaratishi meniki bo'lmaydi, chunki kanal tarixini yaratish. Bu funksiya uchun tarixingiz boyitish kerak. Endi mayli. Ok bosib chiqib ketaman. Menda bo'lmaydi chunki. Mana bu yaratishni bossa, mana buni bossa ham bo'lmaydi menda. Bu yerda jonli efir yaratish ham bor ekan. Jonli efirni bossakchi nima bo'ladi? Mayli, bosmay qo'ya qolaylik. Studio YouTube ikkita kanalni bugungi videomizda siz ikkita kanalni bir-biriga qo'shishni o'rgandingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, xayr.